Assalomu alaykum aziz YouTube obunachilari. Nursulton kanalini kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar, mana yana bitta fayzli xonadonimizda xudo xolasa biton quyish ishlarini tugatib bo'ldik. Shu ketgan rasxodlar usta pullarni uyda egasidan to'liq obzor qilamiz. Ko'pchilik narx navosida yo boshqa narsada ketgan xarajatlarda uyda egasidan to'liq obzor qilamiz. Ko'pchilik narx navosida yo boshqa narsada ketgan xarajatlarda noto'g'ri tushunadi. Bu narsa konstruksiya qilayotgan narsalariga, olayotgan materiallarga qarab o'zgaradi. Shuni inobatga olib tashlar. Assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisiz? Charchamasdan. Mana xudo xolasa tugatib berdik. Endi mashinaga ketayotgan anaqalarimizni qancha sement ketdi, shularni aytsangiz. Mana 12 ga 14,5 uy, 4 xona, oldi koridoriman. Podushka qo'yildi 80 ga 40. Lenta qo'yildi 40-60. Bunga 315 kop sement ketdi. 15 kop sement ketdi. Sementlar qanchadan oldik? Sementlarni 35 mingdan oldik. 35 mingdan qopi. Hali shakar ishlarini 60 kub. 60 kub. Endi sanamadim, shu 60 kub ketdi. Endi armatur soldik. Nimaga? Podushkaga, lentaga. Shu 13 million, 13,5 million pul ketdi armaturni o'ziga. Armatura o'ziga, sementimizni Sementdan tashqari. Sementdan tashqari. Shag'alimiz qancha pul bo'ldi? Shag'alimiz 4 million 550 ming. 4 million 550 ming so'm akalar. Bunaqa shag'al ketdi. Usta pulimiz qancha bo'ldi? Shega o'xshaydi. Usta pulimiz 210 mingdan lenta nimalari, padosh nimalari. Butun 210 mingdan. Bunda tog'amiz o'zi armatura to'qib qo'ygan ekan. Shunda armatura pul olmadik, to'g'rimi tog'a? O'zim 15 mingni chiqarib oldi. O'zi to'qib qo'ygan ekan, 15 ming chiqarib oldi. Shunda 210 mingga mana shu joyimiz tushdi akalar. Ishimiz chiroyli, yoqdimi aka? Yaxshi, rahmat. Zo'r chiqdi. Ko'ngildagidek bo'ldimi mana? Aytilgan narsadek chiroyli chiqdi tog'a. Go'shini ham urib berasizlar. Xudo xolasa urib beramiz. Bitirib berishinglarman. Xudo xolasa. Mana akalar, mana bitirib berishga ham tog'aga aytyapmiz. Lesalarimizgacha ketmonlapcha hamma yo'limiz bilan kelamiz dedik. Mana bitonda ham keldik. Xudo xolasa g'ishimizda ham lesalarimizdan bilan kelamiz. Xudo xolasa tog'a. Bo'ldi. Hammanglarga rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.